Medulyar ko'krak bez saratonida immunoterapiya. Ilmiy asoslangan va zamonaviy yondashuv. Medulyar ko'krak bez saratoni nima? Medulyar ko'krak bez saratoni bu ko'krak bez saratonining kam uchraydigan turi bo'lib, u quyidagi xususiyatlarga ega. O'sma atrofida ko'p immun hujayralar to'plangan bo'ladi. Ko'p hollarda triple negativ turga kiradi, ya'ni agressiv tur bo'lib, unda o'sma hujayralarida estrogen, progesteron va HER2 retseptorlari yo'q. Bu esa standart gormonal dorilar bilan davolashni qiyinlashtiradi, ammo zamonaviy yondashuvlar orqali davolash samarali. Aynan shu immun hujayralar ko'pligi bunda immunoterapiyaning samaradorligini keskin oshiradi. Immunoterapiya nima va u qanday ishlaydi? Immunoterapiya bu davolash usuli bo'lib, u saraton hujayralarining immunitetdan yashirinish mexanizmlarini bloklaydi. Immunitet shakllantirib o'smaga qarshi faol kurash olib boradi. Medulyar o'smalarda immunoterapiya muhim davolanish hisoblanadi. Asosiy klinik foydalariga qayta chiqish, ya'ni retsidiv xavfini yo'qotadi. Umr sifatini yaxshilaydi. Bemorlarda uzoq muddatli nazoratga erishiladi. Eng muhim jihati, to'g'ri tanlangan bemorda juda katta imkoniyat bo'ladi. Shu sababli tahlillar, tajribali onkolog maslahati juda muhim. Xulosa qilib aytganda, medulyar ko'krak bez saratoni immunoterapiya uchun umidli tur. Zamonaviy tibbiyotda u muhim o'rin tutadi. To'g'ri yondashuv bilan bemor umri va sifati yaxshilanishi mumkin. Sizda va sizning yaqinlaringizda shunga o'xshash shikoyatlar bezovta qiladigan bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.